Bugun Zaradan bahor uchun olganlarimni unpacking qilamiz. 8-martga o'zim tanlab olgan podarkalarim. Unpackingdan oldin tez get ready with me. Bugun Krakovda, Polshada havo juda ham zo'r, juda ham isib ketdi. Наконец-то qalin kurtkalar qavat-qavat kiymasdan yengil, modniy outfitlar qiladigan sezon. Bugungi outfitni shu oq shim kiyishdan boshlayman. Tadam! Ustimdagi shu rozovый pink top bilan ballerina mimimi bo'ldi. Lekin buni kiyishga hali vaqt bor. Rozovый top o'rniga oq bazaviy futbolka kiydim. Juda ham udobni, komfortni kiymoqchiman, lekin интересный obraz bo'lishini xohlayman. You know what I mean? Bunaqa paytlarda интересный modniy ranglar yordam beradi. Bugun butter yellow rangini tanladim. Tadam! Oq bilan bu rang ideal, освежающий, как раз bahorga ideal. Ura, наконец-то Zara unpacking keldi. Bu paket ancha og'ir, chunki buning ichida ikkita ust kiyim desa to'g'ri bo'ladimi? Neysa, o'shanaqa bor, shuning uchun bu paket og'ir. Birinchi shu rozovый jaketni ko'rdim, rangini, turishini, fasonini, hammasini çok sevdim ya, bayıldım. O'zimni tutib turolmadim, qoldim sразу. Bu jaket tayliga juda ham chiroyli aksent beradi. Dalishi meni eng ko'p sevganim rangini, fasonini. Bundan oldingi jaketdan ancha qimmatroq, kачествоsi ancha yaxshi, qalinroq jaket. Bu meni 8-martga olgan podarkim. O'zim tanlaganman. Tadam, o'tirishi idealni. Sizlarga qaysi ko'proq yoqdi? Обязательно kommentariyada yozinglar. Bugun, конечно, shu yangi olgan jaketimni kiyishim shart edi. Shunaqa stilizovать qildim. Sizlarga bulardan qaysi biri ko'proq yoqdi? Обязательно kommentariyada yozinglar. That's it. Follow qilish esingizdan chiqmasin. Bye.